10 yil birga tuz yegan odam bizni sudga berdi. Xonanda Farhod Sulaymonov shoir Bobur Bobomurod bilan bo'lgan kelishmovchilik haqida gapirdi. Bobur aka duet sifatida ish boshlaganimizdan so'ng menga qo'ng'iroq qilib so'raganlar. Farhod, endi qanday ishlaymiz deb. Men teng ishlaymiz dedim. Masalan, $1000 ishlasak 300 sizga, 300 menga, 300 Shiringa, 100 adminga. Boshida shu kelishuv bilan ish boshlaganmiz. Siz rozimisiz deganlar, men roziman deganman. Shu bilan teng boshlaganmiz. Shartnoma qilmaganmiz. 10 yildan so'ng Bobur akaning uyiga bordik duo so'rab. Shunda ular she'rlarimchi dedilar. Bobur aka, biz teng ishlaganmiz, yaxshi ishlaganmiz. Sizning vazifangiz bizni she'r bilan ta'minlash, bizning vazifamiz esa ashula aytish bo'lgan. She'rlar qoplanmadimi 10 yil davomida desam, yo'q dedilar. Men nima qilaman bu yog'iga dedilar. Men bu loyihani ertaga bolalarimga ham pul olib kelsin deb yaratganman dedilar. Men o'lganimdan keyin ham bolalarimga nimadir tomib tursin deb rejalashtirganman deb aytdilar. So'ng esa men, Bobur aka, sal xato emasmi bu reja? Axir har qanday loyiha 3 yildan 5 yilgacha shartnoma qiladi. Siz bilan esa biz 10 yil ishladik deb aytdim. Shu bilan bizga ertasigayoq intellektual mulkdan qo'ng'iroq qilishdi. 10 yil birga tuz yegan odam bizni sudga berdi. Birinchi instansiyada ham, apellyatsiyada ham yutqazdik. So'ng Oliy sudga murojaat qildik. Allohga shukr. Oliy sudda yoshlari ulug' bir inson, taxminan yoshlari 70 da. Ism shariflari esimda yo'q. Ishni bizning foydamizga hal qilib berdilar, dedi Farhod Sulaymonov. Xonanda jurnalistning ayni paytda Bobur Bobomurod va Shirin bilan qanday munosabatdasiz degan savoliga quyidagicha javob bergan. Sud ishlari yakunlanganidan so'ng bir necha ko'rsatuvlar syomkasida Bobur aka bilan uchrashib qoldik. Ular meni ko'rmatlikka olib, yuz o'girib o'tib ketdilar. Meni bu holat biroz xafa qildi. Men ham o'z navbatida ularning uylariga borib kechirim so'raganim yo'q. Zero bu kechirim so'raydigan vaziyat ham emas. Shirin bilan esa undan keyin uyimiz hovlisida bir necha marta ko'rishib qoldik. Unda ham men juda shoshib turgandim. O'zi keyingi paytda ishlarim juda ko'pligidan uyga ham faqat uxlash uchun kelaman, deydi xonanda Farhod Sulaymonov.